Sherobod tumani markazidan salkam 70 chaqirim olislikda Chilon qishlog'i joylashgan. Hozirgi lavhamizda mazkur qishloq va bu manzaradagi Hazrati Imom Asqar Ali ziyoratgohi haqida lavhamizda so'z yuritiladi. Sherobod tumani Chilon qishlog'i nomlanishi o'zgacha, mo'jizalarga boy, tabiati fusunkor. Chilon qishlog'ida Hazrati Imom Asqar Ali ota ziyoratgohi mavjud. Ziyoratgohda uzoq yillik chilonjiyda daraxtlarni uchratasiz. Ularning o'sishi o'zgacha manzara kashf etadi. Go'yoki ularning ziyoratgoh tomon egilib turishining ham ramziy ma'nosi bordek. Hozirgi manzarani ko'ribsiz, mo'jiza deb o'ylashingiz mumkin. Biz lavhamizning eng qiziq joyiga keldik. Biz Chilonjiydazordamiz. Bu yerda daraxtlar odatiy, ya'ni yuqoriga qarab emas, balki gorizontal ravishda o'sadi. Aytishlariga qaraganda bu yerda 100 dan ortiq chilonjiydalar bor va mana shu hudud nomi ham shu daraxtlar nomiga qo'yilgan. Eshitishimizga qaraganda bu Chilonjiydazorda bitta ziyoratgoh ham bor ekan. Biz turgan ushbu hudud Sherobod tumani Vandob mahallasiga qarashli Chilon qishlog'ida turibmiz. Chilon deb nom olishining sababi ham ushbu biz ko'rib turgan chilonjiydalar o'sganligi sababli ushbu nomni olgan. Ushbu chilonjiydalar o'sgan hududda Hazrati Imom Asqar ota nomli ziyoratgoh mavjud bo'lib, ushbu hududdagi ko'plab chilonjiydalar o'sha ziyoratgohga qarab hurmat bajo keltirgan singari egilib ta'zim bajo keltirib turgan shaklga kirib qolgan. Endi bu tasodifiy shamol oqimi yordamida sodir bo'lgan deyishimiz ham mumkin, lekin o'sha Turkmaniston Respublikasidan bizga tashrif buyurgan Koytentak qo'riqxonasi xodimlarini prezentatsiyasida ham xuddi shunaqa qishloqdagi ziyorat atrofidagi yuzlab chilonlarning o'sha ziyoratga qarab egilib turganliklarini guvohi bo'ldik va birdaniga yodimga tushdi. Bizda ham xuddi shunday ziyoratgoh va chilonjiydalarning ta'zim qilib turgan joyi esimga tushdi va bu tasodifiy emasligini birdan tushunib yetdim. Haqiqatdan ham hamma chilonjiydalar ziyoratgoh tomonga qarab egilib turibdi. Balki bu mo'jizadir, balki tasodifdir. Har nima bo'lganda ham insonni hayratga soladi.